Xullas, barcha salom, sizlar bilan men Qiziqraft. Bugungi videomizda sizlar bilan hech qachon Fishmania qilmagan ekanman. Bugungi videomizda Fishmania videosi bo'ladi. Qani bo'lmasam, boshladik. Video boshlandi. O'rtoqlar, sizlar ham bir marta bo'lsa ham Minecraftda Fishmania qilib ko'rgansizlar. Lekin men qilib ko'rganman, lekin sizlar bilan emas. Shuning uchun hozir sizlar bilan Minecraftda Fishmania qilamiz o'rtoqlar. Qani boshladik Fishmaniani. Birinchi bo'lib duboy doskalarimizni chopib olamiz. Chunki duboy doska bizga juda ham kerak. Uy quramiz biz. Toki uyimiz 2 etaj bo'lguncha uy qurishda davom etamiz. Bizga ko'proq daraxtlar kerak bo'ladi. Daraxtlarni chopib olamiz. Mana bu oq daraxtdan ham chopib ketamiz. Chunki bu ham kerak bo'ladi. Mana daraxtlarni ham chopib oldik. U ana u yerda qora daraxtlar bor ekan. Men bu yerda yana qishloq borligini ko'rsatyapti. Demak, mana bu yerda qishloq bor. Mana shu yerda qishloq bo'lishi kerak menimcha. Chunki har doim mana shunaqa qovoqchalar turgan bo'lsa, demak, aniq qishloq bo'lishi kerak. Voh! Oyoqinam yomon og'ridi. Skeletni ovoz kelyapti. Mana o'rtoqlar, aytganimdek qishloq mana. Aytdim-ku. Qishloqda qolishimiz juda yaxshi. Chunki u mana bu yerda kon ham bor ekan, yaxshi. Hozir biz kuchayib olamiz. Birinchi bo'lib o'zimizga normalniy bo'lgan joy topib olishimiz kerak. Bu yerda yana bitta qishloq bor ekan, u to'g'rida. Xo'p, menga eng yoqqan joy mana shu yerdan qilsam ham bo'lar ekan. Mana shu yerdan qilaman. Duboy doskaga aylantirib oldik. Endi buni ham duboy doskaga aylantirib olamiz. Bitta verstak olamiz. Birinchi bo'lib bugundan uy qura olmaymiz, to'g'ri. Bugundan uy qura olmaymiz. Buguncha mana shu uyda yashab turamiz. U mana bu yerda qum ham bor ekan, qumni ham olamiz, chunki bizga oyna qilishga kerak bo'ladi. Yaxshi. 4 ta oldim. Qishloq to'satdan chiqib qoldi o'rtoqlar. Qishloq bo'lgani yaxshi bo'ldi. Lekin menga bugun uxlashimga kravat kerak. Kravatni qayerdan olaman desangiz, men kravatni qo'y o'ldirib olaman. Bu uy bo'lmadi, menga yoqmadi. Mana bu uyda yashayman. Qornim ham yetay ochiq qolgandi. Jitalla emas, menimcha olsam bir dona olsam. Bir dona oldim. Mana bu uyda divan bor ekan. Demak, bu endi men yashayman mana shu uyda. Divan yo'q. Mayli. Nima ham qilardik? Mana kichkina uylarda divan bo'lsa kerak. Suvlar bor ekan, yaxshi.
aniq bo'lishi kerak. Kravat. Ana, kravat bor ekan. Endi bu yerga verstagimizni qo'yamiz. Verstagdan bir dona, mayli, bir dona emas, 3 dona eshik yasadik. Endi esa sandiq yasab olsak yaxshi bo'lardi. Xo'p, dubovoy doskalarimiz bor, lekin sandiq chiqmayapti. Mayli. Hozir birinchi o'rinda biz sandiqni o'rniga mech va bizga cho'p kerak aytgancha. Cho'p. Ya'ni tayoq. Mana shu tayoqni olsak hammasi bo'ladi. Kirka ham, hamda bu ham. Bizga sandiq kerak, sandiq. Mana. Ikkita sandiq bo'ldi. Bu ikkita sandiqni mana bu yerga qo'ysak bo'ladi. Sandiqimiz qani bizni? Mana. Sandiqni mana shu yerga qo'yamiz. Va mana bu dubovoy doskamizni, eshikimizni hamda mana buni ham sabzi qolsin mayli. Dubovoy doskani bu yoqqa, buni ham. Hozir biz bo'ynagi kondan kirka olib kelishimiz kerak. Tosh qazib kelishimiz kerak deganim. Vaqtimiz yetmaydi menimcha. Mayli, buguncha yotib qolaylik shu yerda. Meni joyimdan qoch, nimaga meni joyimga yotib olding? Jarijetil qo'rqib ketdi. Xo'p, quyosh botishini tomosha qilamiz. Ana. Endi uxlasak ham bo'ladi. Bugun mazza qilib uxladim. Yuz qo'limni yuvib olay, qarasang haliyam. Mazza. Yaxshi. Mana bu yoqqa qo'y. Men seni o'ldiraman. Qo'y bizga juda kerak, chunki biz kravat yasaymiz qo'ydan. Ana bu yerda ham qo'y bor ekan. Unga teksak ushmas ekanmi? Mayli, bolasi bor ekan. Qo'yni bolasini o'ldirmaymiz-da, o'zini o'ldiramiz. Bu yoqqa bo'ldi. 2 dona qo'y bo'ldi. Endi yana 1 dona qo'y teri olamiz. Chiqib qolsa mayli, olaveramiz. Endi hozir biz daraxt chopishimiz kerak. Juda ko'p daraxt. Mana shu daraxtni chopib olamiz. Chunki bizga ko'proq dubovoy doskalar kerak bo'ladi. Chunki biz uyimizni asosan dubovoy doskadan quramiz.
Ana, yetadi. Endi biz konga borib tosh qazishimiz kerak. Kon qayerdaligi to'g'risini aytsam, esimda qolmadi. Qidirib topib olarman. Mana aytgancha. Bu yerga tushsam qaytib chiqa olamanmi? Yo'q. Shuning uchun bu yerga tushmasdan mana yana bitta qo'y. Bugun uxlayman o'zimni kravatimda. Ana. Yaxshi bo'ldi. Endi mana bu toshlarni qaziymiz. Temirchi desanglar, temir ham shu yerda chiqib qolsa kerak. Hozir biz mana bu yerdan bir ikkita kubiklar olamiz, chunki yerning tagiga tushmoqdamiz. Endi mana bu yerdan yerning tagiga qarab qozamiz. Lekin menga fakel kerak bo'ladi. Mana bu yerdagi fakelni olamiz. 2 dona yetadi menga. Qani bo'lmasam ketdi. 5 ta toshimiz anamiz bor. Yer kubigimiz bor. 2 3 4 5. Ana. Bo'ynagi fakelimizni ham bu yerga olib olsak. Ana. Yirmi 30 ta qilaylik ketamiz. 30 ta ana. Bu fakelimizni bu yerdan olib olamiz. Endi ketdik. Mana chiqdik o'zi. Xo'p, toshimiz ham yetarli. Duboy doskamiz ham. Endi biz mana bu yerga daraxtlar to'kilibdi. Mana shu daraxtlarni olib o'z uyimizning oldiga daraxt ekamiz. Men qayerdan uy qurmoqchi edim aytgancha. Men bu yerdan uy qurmoqchi edim. Shekilli yo'q. O'zimni uyimga yaqin joyga uyga quramiz. Bunday jitilni uyga yaqin joyga. Masalan mana shu yerga. Yetadi. Men o'zimning narsalarimni mana shu yerdan olib kelishim kerak. Bo'ynagi uyga kirib. Mana men narsalarim. Bu doska qilib olamiz. Ana. Endi esa ketdik. Bu doskadan uyimizni quramiz. Mana bu yerda mana bu narsani olib tashlayman. Bolta bilan test ketadi. Ana, fakel ham tayyor o'rtalar. O'rtalar, sizlarda nima gaplar? Yaxshimisizlar, sog'lommisizlar?
mana bu yerdan eshik bo'ladi. Bunaqasiga qarab yuramiz. Yuramiz. O'rtoqlar, shu videoni ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, podpiska va layklarni bosib tashlang o'rtoqlar. Agarda bu videoni ikkinchi qismini xohlasanglar, shunday qilinglar. Men Telegram kanalimning silkasini sizlarga kommentariyada tashlab qo'yaman. Sizlar o'sha silkadan Telegram kanalimga o'tib, men bilan gaplashishinglar mumkin. To'g'risi, meni Minecraftchi do'stim yo'q. Masalan, siz Minecraft o'ynashni siz bilsangiz, men bilan do'st bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun men Telegram kanalimga o'tib, men bilan tanishishingiz mumkin. Uyim menimcha yaxshi bo'ldi. Endi mana shunday qilamiz. Mayli. Men uyimni ikki etaj qilmoqchi edim. Mayli, ikki etaj ham qilaveraman. Faqat bu videoda ikki etaj qila olmayman. Yo, Galyan, men senga nima qildim? O'rtoqlar, Galyan meni quvlayapti. Men Galyanga nima qildim axir? Galyan, meni kechir, iltimos sendan. Voy Galyan. Haliyam shu yerda o'tiribdi. Iltimos Galyan. Meni kechir, iltimos sendan. Urma meni. Voy, o'ldirdi-yu. Mayli, zato tirilib oldim. Endi mana bu doskalarimni olib, uyimni qurib tashlasam bo'lgan. Voy jitillar, men uyimni oldida o'tiribsizlar. Gapirishmaydi ham bular. Chunki men tanishmaydi-ya. Bo'ldi, duboy doska yetmadi. Endi ertaga duboy doskalarni qazib olaveraman. Mana bu yerda tosh bor ekan. Toshga o'xshash narsa bor ekan. Mana shuni qazib olaman hozir. Mana bu bilan qazimasa kerak. Bilmadim. Men uyimga kirib tez uxlayman. Surbiydi. Men uxlayman bitta. Ikkinchi kun o'rtoqlar. Salom hammaga. Endi biz tezlashtirib uyimizni qurib tashlashimiz kerak, chunki bu ikkinchi kun. Ikkinchi kun emas, uchinchi kun. Men uchinchi kunda tiklanib olishim kerak edi, lekin men tiklana olmayapman, chunki duboy doska kam qazib kelyapman. Shunga duboy doskalarni ko'pdan tezlashtirib qilishimiz kerak, ya'ni ko'proq chopishimiz kerak. Mana bu yerdagina ham chopamiz.
Mana shu yerdagi dubov doskalarni olib olamiz. Endi bularni dubovый doska qilishimiz kerak. Ana. Bir stagu nechadir dona bo'ldi. Menimcha yetsa kerak. Nimaga yetmaydi? Aniq yetadi. Bir stagu 20 dona bo'pti. Endi tezlashtirib uyimizni qurib olishimiz kerak. Uch kubik bo'ldi. Menimcha 4 kubik qilishimiz kerak. Chunki 4 kubik qilsak yaxshiroq bo'ladimi deymanda. Hali o'rtoqlar, mana tomini ham yopish kerak. Getdek bo'lsa ham dekoratsiya kiritishimiz kerak. Jonimga tegdi-da. Endi qayerdan chiqaman bu yerga? Bo'ldi, endi mana bu yerdan chiqaman. Ozgina bo'lsa ham dekoratsiya deganday kiritish kerak-da. Yo, nimaga xato qilyapman a? Uzr o'rtoqlar. Sal xatolar bilan bo'lyapti. Chunki shoshilyapman. Yana yangi nastroyka deganlaridek mana ko'rib turibsizlar, videolar endi zo'r chiqadi chunki kompyuter versiya qildim. Minecraft'imni yangi nastroyka endi yangi nastroykaga ham ko'nikish ozguncha bo'lgani yo'q. Like, podpiskalar bosib tashlaylar o'rtoqlar, iltimos sizlardan. 30 ta bo'lishimga ozroq qolgan o'rtoqlar. 30 ta mana shuni 35 ta. Mayli, 40 ta ham demayman. 35 ta qilib beringlar o'rtoqlar, iltimos sizlardan. Shuni 35 ta qilib bersanglar, men sizlarga yana ana shunaqa videolarni ko'plarini o'ylab qo'yganman. Sizlarga mana shunaqa videoni chiqarib beraveraman. Tomini qilishga yetmadi. Mayli. Bizni taxtamiz qolmadi. Endi yana taxta chopib kelishimiz kerak. Mana. Endi teparoqdan chopib kelaveramiz. Tepa tarafdan chopib kelsak, ko'proq tez chopib tashlaymiz. Boltamiz ham sinay deb qopti. Boshqa bolta yasashga to'g'ri keladi endi. Menimcha bugun uyimga ko'chsam kerak o'rtoqlar. O'z uyimga ko'chaman. Bugun aniq o'z uyimga ko'chishim kerak. Ana boltam esa sindi. Endi qo'lda buzishga majburmiz. Mayli, qo'lda bo'lsa ham tez buzib ketaveramiz.
U olma tushdi bir dona. Hozir ana shu olmani olib yeymiz. Chunki bizda hali olma ham yo'q, hech narsa yo'q. Tezlashtirishimiz kerak. Chunki video juda ham cho'zilib ketmoqda. Keyinroq yeyman buni, yo'q. Endi buni tezroq doskaga aylantirib, uyimni tomini yopishim kerak. Mana bir stak bo'ldi. Bir stak menimcha uyimni tomini yopib olishimga bemalol yetsa kerak. Men o'ylashimcha. Xatolar endi bo'lib turadi. Chunki bo'yina aytib o'tganimdek yangi nastroyga o'tdim. Shunga endi tezlashtirib deyapman. Video cho'zilib ketsa siz ko'rmasdan videoni o'tkazib yuborasiz. Shuning ko'rmasa videoni o'tkazib yuborishni o'rtoqlar videolarimni ko'rishni davom etinglar. Men sizlarga ishonaman. Mana bu yerga bir dona, mana bu yerga ham bir dona va eshikdan kirishga ham bir dona. Endi uydan narsalarni olib kelaman shu yerga. Bugun jitel o'z uyingda yotaverasan endi. Bo'ldi, uyingdan ketaman. Bo'ldi, ketdik endi. Jitel uyingda turganim uchun rahmat. Endi uning o'z uyim bor. O'z uyimga ketdim. Mana bu yerga birinchi o'rinda eshikimizni joylashtiramiz. Ana. Eshigimiz juda chiroyli bo'ldi. Endi mana bu yerga ham orqa eshikni joylashtiramiz. Bo'ldi. Endi biz polimizni duboy doskaga aylantirishimiz kerak. Chunki pol xunuk bo'lib qoladi. To'xta, men nima kallamni ishlatmayman. Bitta lapotga yasab olsam tezroq qaziyman-ku shuni. Mana bitta lapotga. Ana. Endi tezlashtirishimiz kerak. Baroq shu ish qilsam bo'lmasmidi? Ana. O'rtoqlar tez qilib tashladik. Endi bu doskalarni joylashtirishimiz bo'ldi. Bularni ham joylashtirib olsak, keyin joylashtiramiz. Yana uy jihozlarimizni joylashtiramiz. Keyin esa uyda mazza qilib yashayveramiz. Hali pechka deganlardek oyna qilishimiz kerak. Oynaga qum olib kelib qo'yganmiz. Buni kesib tashlashimiz kerak tez. Golem ovoz kelyapti.
Ye, 3 dona yetmay qoldi. 3 donagina. Buni duboydosga yaxshi 4 dona bo'ldi. Ana, yaxshi. Endi bizga verstak kerak. Verstakda biz pechka yasab olamiz. Pechka 1 dona pechka yetadi bizga. Mana bu yerga pechkamizni o'rnatamiz. Bizga yo. Xo'p. Deraza ochishga mana bu yerda buzamiz. Mana bu yerda ham buzamiz. Ana. Endi mana bu yerga yo'q. Ana shu yerga kravatimizni joylashtiramiz. 3 dona qo'y teri bordi-yu menda. Qani ular? Yo'q. Ular bo'lish kerak. Men aniq eslayman, sandig'imga qo'yib qo'ygan edim. Yo, o'rtoqlar, biron joyga ishlatordimmi yo? Yo'q, ishlatganim yo'q. Umuman yo'q mana. Qayerga ishlatdim ekan qo'y terisini? Yo, endi bugun ham uxlamayman endi. Bo'lmasa bo'ynagini jiteli uyiga ketdik. O'sha yerga borib uxlaymiz endi. Voy jitel. Sorbet. Ertalab bo'ldi. Endi biz qilichimizni olamiz, chunki oldimizda 1-2 ta anolarni ovoz eshitilyapti. Mana bu yerda zombi turibdi. Nimagadir bu uyga hech kim kelmaydi ham. Menimcha kravati bo'lish kerak. Ana kravati bor ekan. Endi bu kravat meniki. Hech kim to'g'risida bu uyga kelmaydi. Men seni hozir enangni ko'rsataman. Tushundingmi? Ke. Ket bu yerdan mol. To'xta, molni nimaga haydaymiz? Chunki bizga ovqat kerak. O'rtoqlar, endi kravatimiz ham bor. Kravatni mana bu yerga joylashtiramiz. Mana shu yerga endi oyna qo'yishimiz kerak. Ya'ni oynani biz mana bu yerda pishirib olamiz. Mana oynalarimiz tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgandan so'ng yo'q. Mana shu yerga yana 2 ta oyna qo'yamiz. Ana. Mana bu yerga ham 2 ta oyna qo'yamiz. Mana bu yerga ham. Ana, shunday. Endi 3 dona oynamiz tayyor bo'ldi. Endi buni joylashtiramiz. Mana yana bitta oyna. Endi mana bu yerga yana 2 ta oyna ketadi. Mana.
hozir bitta oyna tayyor qiladi, keyin esa bo'ldi, qo'ygan. Qum bizga kerak emas. Qumni o'rniga biz go'sht qo'yamiz. Ana, go'shtlarimiz pishib turadi. Yo-mayo. Bizga yana bitta oyna kerak. Mazza qilib stekchamni yeb oldim. Endi bir dona oyna bo'ldi. Bizga yetadi. Bo'ldi. Endi biz mana bularni ham, mana bu go'shtni ham pishirib olamiz. Bu do'skani qo'yamiz. Ana. Endi sandiqlarni chiroyli qilib joylashtirishimiz kerak. Buni ham ana. Sabzimizni shu yerga qo'yamiz. Olmamizni ham, buni ham. Mayli, yerni ham, buni ham, buni ham, buni ham, buni ham, shishani ham, buni ham. Bizga cho'p ham kerak emas. Do'skga ham mayli qolsin, lopata ham. Yo'q, cho'pni olib qolamiz, chunki bizga hozir tosh kirka kerak. Tosh kirka qilib olamiz. Tosh kirka qilish kerak edi. Ana shunday. Endi steykimizni olamiz va 5 ta ometga qo'yib, mana bu 2 tani yoqamiz. Bo'ldi. Yana nima qilish kerak? Bo'ldi, mana shuncha shinamgina uyim bor. Uyni shinam bo'ldik. Aytgancha meni go'lemdan alamim bor. Bu go'lemni hozir men yo'q qilaman. Mana bu narsaga qiziqaman, nima ekanligiga. Nima ekan bu? To'g'risi meni kamramagan yaxshi. Bo'ynagi go'lem qani? Go'lem, seni o'liming kutyapti. Qani go'lem? Go'lem vachcha. Meni bo'yna urganding-a? Hozir seni topib olaman. Yo'q. Qani go'lem? Ko'zga ko'rinib qolsa hozir o'ldirib tashlayman. Ko'zga ko'rinib qoladigan joyga kelib qolsin. Bir dona go'sht mana pishib olsin shu ham. Mana buni bu yerga qo'yamiz. Buni ham, go'shtni ham, bu go'shtni ham. Endi biz do'skga olib kelishimiz kerak. Bu ham kerak emas, bu ham kerak emas. Buni ham, bu kerak. Ketdik. Do'skga olib kelaylik. Tepadan topib kelamiz. O'rtoqlar, darajam endigina bir bo'libdi. Jitelar bir bolalar deb o'zlari bir-birlari bilan gaplashyapti. O'rtoqlar, men Telegram kanalimga
o'tishni unutmanglar. U yerda sizlar bilan men gaplasha olamiz. Telegram kanalim videoni kommentariyasida bo'ladi. O'ting va men bilan do'st bo'ling. O'rtoqlar, Telegram kanalimga o'tgandan so'ng nimalarga amal qilishingiz kerak? Ya'ni, birinchi o'rinda so'kinib gapirmasligingiz kerak. Ikkinchi o'rinda Telegramimga yozsangiz ham so'kinib gapirmasangiz bo'ldi. Chunki menga so'kinib gapiradiganlar yoqmaydi va men so'kinishga qarshiman. Ko'rib turibsiz, videolarimda ham bir marta ham so'kinish gaplarini ishlatmayman va men so'kinishni juda yomon ko'raman. Shuning uchun do'stlar, so'kinish gaplarini yozmanglar. Men bilan do'st bo'lmoqchi bo'lganlar bemalol Telegram kanalimga o'tib yozishinglar mumkin. Uni solib qo'yamiz. Endi verstagidan olib duboviy doskaga aylantiramiz. Duboviy doskaga aylantirib oldik. Endi pechkaga yana 3 donadan tashlaymiz. Mana bu nima bo'lib chiqishini bilib olamiz. Qani nima bo'lar ekan bu? Toshmi, temirmi? Bu nimadir ekan, nima kerakchi? O'rtoqlar, videoni cho'zib o'tirmayman. Video salkam 50 minutlik bo'ldi. Videoga like bosing, podpiska bosing. Hozir sizlar bilan xayrlashaman. Chunki video juda ham cho'zilib ketdi. O'rtoqlar, like va podpiskalarni ayamasdan tirs qilib bosib tashlang. Telegram kanalimga obuna bo'ling. Telegram kanalimga o'ting. Sizlarni kutib qolaman. Shu bilan videomiz tamom bo'ldi. Videoni ikkinchi qismi chiqishni xohlasanglar 50 ta like yig'inglar va men выживание videosini ikkinchi qismini olaman. Sog' bo'linglar o'rtoqlar.